Assalomu alaykum. Vaqtingizni ajratganingiz uchun katta rahmat. Avvalambor o'zingizni tanishtirsangiz. Men ismim Ismoiljon, familiyam Madaminov. 1909-yil 3-marta tug'ilganman. Allohga shukr, mana shuncha yosh bo'lsa ham hozirgi kunda Chilonzor tuman obodonlash boshqarmasi 5-uchastka ustasiman. Yoki master deyiladi bizda. Uchastka ustasiman. Qo'l ostimizda 20 ga yaqin xodimimiz bor. Shular bilan biriktirgan hududda tozaligini ushlash, xalqqa bir foydamiz keladigan ishlarni bajarish. Bu sohada necha yildan beri ishlab kelasiz? Sohada endi 24 yil bo'lib qoldi, 20 yildan oshiq ishlayapman. Endi bu obodonlash boshqarmasida ishlaganda turli lavozimlarda ishladim men, turli bo'limlarda ishladim, ya'niki. Endi hozirgi kunda o'sha sanitar tozalash ishlarini olib borish uchun bizga biriktirgan hudud shu yerda ustalik qilib, shularda xodimlarni boshqarib yuribman. Keyingi savol. Xo'p, siz uchun yaxshi rahbar bilan oddiy xodim o'rtasida asosiy farq nima? Endi yaxshi rahbar oddiy xodim bilan ishlash uchun ishni boshqara bilish kerak. Ishni, ya'niki ishni tushunish kerak, ishchi rahbarni tushunish kerak. Ana shunda hamma ish menimcha tekis ketadi. Siz bir narsani tushuntirib bila olsangiz, ishchiga shuni bajarsa, tushuntirib bilishdagi hammaga. Men shunday tushunaman. Siz uchun ishni sifati muhimmi yoki tezligi? Asosan sifat. Bizning ishimizda endi haligi tez qilingan ish, bu haligi qo'l ichida qilingan ish deb ko'riladi-da. Misol bizga biriktirgan hududda shuning uchun mana tozalik etib bergan bo'lsak, bir boshdan ketsak, ko'cha toza tursa, xalqimiz kelgan yana mana oxirgi paytdagi bo'layotgan o'zgarishlar katta. Turizm bizda rivojlanib boryapti. Keladigan mehmonlarimiz ko'p. Viloyatlardan, chet ellardan. Endi hali shoshilinch qilib ketiladigan bo'lsa, bu ish oxiriga yetmadi deb o'ylayman-da. Shuning uchun eng muhimi puxta bajarilish. Shunday tushunaman. Siz aytdingiz 24 yillik tajribam bor dedingiz shu soha bo'yicha. Shu 24 yil ichida rahbarlik lavozimlarida ishlagansiz ekan, turli va eng qiyin siz qabul qilgan qaror qaysi deb o'ylaysiz? Endi davlatimizni siyosati deymiz, o'zgarishi deymiz. Bu qiyin bo'lgan masalalar men ishlagan davrda ilgari mana Sovet davrida rus nomlari ko'p berilgan ko'chalarimizga bularning nomlari o'zgartirish va bizdagi yuqoridan kelgan qarorlarga asosan ko'cha nomlari o'zgargan. Endi tumanimizda men asosiy Chilonzor tumanida asosiy bitta hozir 20 yildan oshiq ishlagan bo'lsam, og'ir davr deyman, o'sha ko'cha ko'rsatuvchilar deymiz. Tablichkalar, ya'ni nomlar. Ko'chaga berilgan nomni fuqarolarda pasportiga o'zgartirib kiritish yoki ularning mulkini oldi sotdi qilgan paytdagi nima davrlarda men ishlaganman, nimaki mulkni egasini tasdiqlovchi ma'lumotni men berganman. Bu notarial kontoraga yoki bo'lsam uy-joy nimalarni boshqarish o'sha BT deymiz, kadastr bo'limiga. Shundan keyin bular oformlanish bo'lib ketgan shu o'z davrida. Endi ko'cha nomi o'zgardi deganda yangi berilgan nomni tayyorlatib ko'cha ko'rsatkichini aytilgan nimada qo'yib chiqishda endi aholi bilan ishlash, ko'pchilik bilan ishlash sal og'ir bo'lgan. Nega deganda har kim o'z nimasidan kelib chiqib qiladi-da. Nega qilyapsan, nega qilyapsan? Endi buni tushuntirib bilib, hammasini davlatimiz nimasi berilganligi shularda shu davrlar sal og'ir bo'lgan. Qolgan endi ishlagan davrlarim misol chet el tashriflar bo'lgan paytda ularni kutib olish, ularni kuzatish. Bu jarayonlar endi men uchun oddiy nima bo'lgan, nimaki bunga hech qanday qiyinchilik bo'lmagan. Aytilgan vazifa biz uchun aniq bo'lgan, uni bajarish endi biz vazifamiz bo'lgan. Yana bitta savolimiz, ish jarayonida muammo yoki nizo bo'lsa, uni qanday hal qilasiz? Endi ish bor joyda muammo ham bo'ladi, norozilik ham bo'ladi. Bu endi oddiy hol. Buni hal qilish uchun birinchidan tushuntira bilish kerak. Misol mana biz bajarayotgan ishimizda to'sqinliklar ham bo'ladi. Buni qilmaysan, buni qilasan degan nima ham bo'lib qoladi. Endi shuni hayot tajribasidan kelib chiqqan holda tushuntiramiz. Bu nimaki davr talabi, ishni bajarishimiz kerak, shuni qilishimiz kerak. Shuni tushuntira bilsak, hech qanaqa menimcha muammo ham bo'lmasa kerak. Xo'p, yana bitta savolimiz bor. Jamoangizdagi xodimlar yaxshi ishlashi uchun siz qanday usullardan foydalanasiz? Jamoamizdagi xodimlarni ishlashi uchun birinchidan ularning hayotiy tajribasini bilishimiz kerak.
uydagi hayotini bilishimiz kerak. Ular bilan biz qancha yaqin bo'lsak, qancha berilgan topshiriqlarni bajarish biz uchun menimcha osonroq bo'lsa kerak. Muloqot qilayotganda o'zingiz uchun qanaqa strategiyalardan foydalanasiz? Endi xodim bilan muloqot olib borayotgan paytda birinchidan biz ota-onamizni bergan o'g'itiga ko'proq e'tibor beramiz. Nima deganda, har bitta bajarilayotgan ish yaxshilik bilan bajarilsa, bu muvaffaqiyat yaxshiroq bo'ladi. Endi aytaman-ku, joyiga qarab turib, kayfiyatiga qarab turib ish bajarmasangiz, juda og'ir bo'ladi. Rahbar bilan ishchi xodimning o'rtasidagi munosabat o'zgaradi. Talabni siz boshqa qo'ysangiz, uni kayfiyatiga o'tirgan bo'lsa, bu menimcha hech qanday odamga to'g'ri ham kelmasa kerak. Shuni kayfiga qarab bajariladigan ishni sekin tushuntirib bilib bajarsa, menimcha to'g'ri ketsa kerak. Savollaringiz qoladi. Rahmat. Katta rahmat. Sizlarga rahmat. Mana endi hozirgi yoshlar ko'pincha hayot tajribasi bo'lmagani uchun ko'proq kattalarga murojaat qilishadi. Kattalardan bir narsani olsa, haligi bilgan narsasini kerakligini olib qolib, kerak emasini tashlab yuborsa, menimcha yaxshi bo'lsa kerak.